Qadrdonlar, Sebzorda bir sotuv yerni narxi necha pul? Mahallalarda. Bizda sizlarga 28.600 dan yer topib qo'ydi. Uch sotuv bo'lyapti. Qaranglar mana. Fasadi ham bir 8-9 metr chiqar ekan. Yo'lni ko'ryapsizlar, asfalt bo'lgan, mashinalar bemalol ikkita mashina o'tib ketadi. Bu yoq bilan chiqib ketsanglar, Labzeni katta ko'chasiga, bu yoqdan chiqsanglar, Ko'xota masjidga shundoq 100 metr nari beri Riveraga chiqib ketasizlar bemalol. Lakatsa zo'r, shahar sentri bo'lyapti. Endi ichkarisini bitta ko'rsatamiz. Hop, ichkarini ko'ryapsizlar, tekis to'g'ri burchak joylashgan. Hop, okan boshlariga musibat tushib ko'ryapsizlar, yonib ketib qolgan. Srochniga sotib, tayyor xonadon olishim kerak deyaptilar. Shuning uchun narxini ham srochni qo'yib yuborganmiz. Agar sizlarda qo'lingizda pulinglar bo'lsa, shundoq kelasizlar, ko'tarib zo'r imorat qurib olsanglar bo'ladi. Okalar, pastda nomerlar qoldiramiz. Umumiy narxini 86 ming deyaptilar. Sunnatiga 1 so'm o'taman deyaptilar. Bemalol aloqaga chiqib bosib yuborasizlar.